bejiz so'ziga ga qo'shilmaydi. Bejizga tarzida ishlatilmaydi. Bejiz bu ish bo'lmadi. Ga hech qachon qo'shilmaydi. Bejizni o'zida ga bor o'zi aslida. Keyingisi, ko'pchilik minnatdorchilik bildiraman deydi. Minnatdorchilik emas, minnatdorlik bildiraman. Mana shu ikkita so'zni yozib qo'yinglar, juda ko'p ishlatamiz. Keyin nur ustiga a'lo nur deydi ko'pchilik. Nur ustiga a'lo nur bo'lmaydi. Nur ustiga nur. Nurni o'zi nuru. Nurdan a'lo nur bo'lmaydi. Nur ustiga nur bo'ldi. Tarzda ishlatsak, mantiqan to'g'ri ishlatgan bo'lar ekanmiz. Rahmatli Omonulla Madayev degan kimdir taniydimi yo'qmi bu insonni? Bizga dars o'tganlar jurnalistika fakultetida mana shunday so'zlargacha e'tibor berardilar. Alohida ta'kidlardilar, juda kuchli inson edilar. Alloh joylarini jannat qilsin. Haqiqiy pedagog timsolini ko'rganman. Shu so'zlar meni yodimda qolib ketgan. Bitta darsda aytgan, ko'pchilik mana shuni bilmaydi deb aytgandilar.